Qibray tumanidan ferma olaman degan akalar 15 sotuvlik fermamizni sotuvga chiqyapti. Sizlarga bitta ko'cha tarafdan tushuntirib beradigan bo'lsam, mana shu fermamizni sotuvga chiqyapti. Fasadlari 21 akalar. Endi sizlarga ichkari qismidan bitta ko'rsatib beraman akalar. Hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. 150 tagacha mol bemalol sig'adi. Molxona, qo'yxona, tovuqxona bemalol akalar. Bu yoq tarafimizda akalar letniy yem uchun joylarimizni qilib qo'yilgan. Endi sizlarga bu yog'imizdan molxonamizni ko'rsatib beradigan bo'lsam, 3 qator molxona uchun joylarimizda bu yog'imizda akalar 15 tonnagacha bemalol yemlarni yig'sanglar bo'ladi. Endi sizlarga molxonamizni bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, birinchi qatorimizda polni 100% g'ishtlardan qilingan, hamma shart-sharoitlari bor. Shu joyimizning egasi akalar 120 ta 130 150 tagacha mollarni bemalol boqishgan ekan. Endi sizlarga bu yog'imizning ikkinchi, uchinchi qatorlarini ko'rsatib beradigan bo'lsam, mollarimizning sharoitlarini juda ham zo'r qilib qo'ygan. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Kelasizlar soqqani bosadigan joylari akalar o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Bu yog'imizdan bemalol yurib, bu yoq taraflardan ham ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoq tarafimizda ishchilarimiz uchun bitta xonamiz qilib qo'yilgan akalar. Bugungi kunda uyimizning egalari mana shu yerda it boqishyapti. Sizlar tovuq boqsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Bu yog'imizda 100 tagacha bemalol qo'ylarimiz sig'adi. Endi sizlarga ko'cha tarafidan, orqa tarafidan, dala tarafidan tushuntirib beradigan bo'lsam, suvlarimizda 24/7 tinimsiz oqib turadi akalar. O'rdak boqaman degan, tovuq boqaman degan akalar uchun juda ham zo'r bo'ladi. Dalamizni o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar akalar. Sharoitlari juda ham zo'r. Shu ko'rib o'tgan fermamizni sizlarga 180 ming dollarga berib pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Akalar molxonamizning tepasini to'liq cherdek qilib qo'yilgan akalar. Yemmi 2 tonna, 3 tonna bemalol bosib yuboradigan joy. Akalar bu videoni tezda ferma izlab yurgan, soqqa qilaman degan hoji akalarga jo'natib qo'yinglar. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.